Ya. İşte. Ana pişti. Oy. Assalomu alaykum aka. Qanday ahvollaring yaxshimi? Munda bir qam botdi. Mushu 9800 ga bir mashina olganman. Qochib bor? Chaqirmi ya? Voy, Katta qolsin unda. yo, unda emas. Shu 9800 ga shu mashinani olgan. Ben bu maşını bu muhabbetlerine aksa koydum. 300 bin kadar maşına gidip aksa bir verip geldim. Lekin şu bu maşını qanday qilsam bu 300 bin kadar maşindek buldu. Ya koygan qilmaylarda qo'yib Pichet Gayjon qilishning ashi yo'q deyman. Ya uning uchun shu dangliq mashina markasini chaplab qo'ysang bo'ldi ya. Ikkinchisi bor qara. Chandolmaslik uchun mushu mashinani oldiga bir xot qilib, keyinga bir xot unda qilsang, keyinchiroq yonida degina. Haq ko'rib u jo'ma zudungdan mashina ekan, avtomatik xot deb biladi. Shu ayni chiqagan vaqtida qara. Nayt oldinga qarab nayt siliq chiqa. Mana to'lg'ab. Chiroyini qattiq o'zgartma. Haq xudaylik zudung chiqadigan aynakka. To'miz 50-60 gradus qavadimi? Manganda deriza degan oshma dublima. Anadagi ma'qul. Sening o mashina aslida loying polin yo'q qilaqa. Lekin sen unasini qo'yma 4 derazani chiqarib o'tib ichida sho'x o'ynab dum Harakat bo'lsin, ovoz bo'lmasin. Ha, xuddi ko'rsa, go mana diyum bo'lsa ekan, mana labas g'ajab go'ying deb. Keyin qara. Tashdan bir 5-6 tane maybakiga tiqib etdigina, azroq to'llab qo'y maybakini. Uning keyin joyizanga berib, "Juvu, jaman" desang, g'azab bo'ladi. Yaxshi qiluvadi ko'rindi. Mana lekin mashinani ma'qul, keyin yandoga vaqtida hargiz ikki tarafga ayna qarama. Oldinga qarab yando. Ko'rgan haq ishini bilan bir keyin ko'rdigan lekin mana qiliqi davjoyingiz bilan babaka deb qolsin. Suratga tash oldi manganda vaqo. Pishqishdan birini mayga destiplam, chiqib butungni derazdan chiqarib mang. Bunda mangsang eliqi muqim surat belgilash sistemasi bor ekan deb dingsiz. Mashina chiqqan vaqtida vaqo, o'ng tarafdan chiq. Ya shofir ekan deydi, ya bo'lmasa chatninki rol o'ng tarafga mashina ekan deydi. Uning keyin vaqo. Uning keyin oqshardan birini uyaga buyaga tizib etdigina mashinaning ichiga. O'jon men bexatarlik veshikkan anchon Bak